Har gal uyga borsam, kirsam eshikdan birinchi ko'radigan insonim bu onam edilar. Ko'pchilik biladi, 3-4 kun oldin mana onam Allohning baytiga, umra safariga, hajga ketdilar. Va shu safar ishim ko'pligidan onam ketganlari hattoki esimdan chiqib, kaltim bor o'zimda. Uyda kalti. Bordim onamni ko'ray deb, shu darajada kechasi etimni bo'shagan edim ishdan, borib eshikni ochib birdan esimga keldi. Onam ketganlar. O'sha paytda hovliga qarayapman. Svetlar o'chiq. U hovlimizda na ma'no bor, na nur bor. Hech nima yo'qdek. Demak, biz uyimiz onamsiz o'lgan. Demak, bu hayotda onamsiz men uchun ma'no yo'q ekan. Shunaqa ko'nglim to'ldi va ichimdan o'sha paytda o'zida bitta shu narsa o'tdi-da. Rostdan ham kunlar o'tadi, qaytadilar onam. Lekin shu odamning ichidan shu paytda o'tdi-da. Rostdan ham biron kun kelsam-u, men shu eshikdan onam bolam deb chiqmasalarchi, rostdan ham onamni ko'rmaydigan kunim bo'lib qolsachi deb shunaqa ichim to'ldi, shunaqa yig'ladim. Meni demak eng nozik tarafim bu meni onam